Lacetti 1.8 qarab yurgan akalarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan o'rtacha holatda sostenasi yaxshi, lekin mashinani kuzovidagi kraskalarga keladigan bo'lsak, polni asijt qilib sepilgan ekan, lekin arqa fartuklari, yonbosh stoykalari, oldi ochkalari o'zini zavodskiy pechatida turibdi. Umuman kaltak yemagan mashina, strashniy udari yo'q. Kuzovidagi kamchiligiga keladigan bo'lsak, mashinaning arqa eshigi passajir taraf ozgina miyatinasi bor ekan, lekin o'sha strashniy emas. Xo'p, motorlari 1 gram moy yemaydi ekan, bitta laboy qo'yib yuborish kerak. Hadoylarda 100 so'm, 50 so'mlik xarajatlari bor ekan, balon holatlari yaxshi holatda turibdi mashinamizda. Xo'p, 100 talik metan gaz balon, benzinda ham yuradi mashinamiz. Saloniga o'tamiz. Salon o'zini halol probegi 329 ming ekan. Bemalol ko'rsatib, proverka qildirib olsalaring bo'ladi. Shixonlari yaxshi holatda turibdi. Pioner magnitofon taqilgan ekan. Bu mashinani sizlar uchun 4200 dollarga baraka qo'yamiz. 1,5 ming dollar, 1000 dollar pul bilan variantga sotib olsalaring ham bo'ladi mashinani. Egalari nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, bu videoni Lacetti izlab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.